tushgan yomon yoki yaxshi narsani yeyish kerak bo'ladi. Va bu challenge-da Sardor, Maqsud va men qatnashaman. Bo'lmasam boshladik. Va videoni xuddi shu paytda o'rtoqlarim, albatta obuna bo'lib qo'yinglar, chunki biz 1 million obunachi chiqarib ketamiz. Va 1 million obunachi uchun men sizlarga juda ham zo'r yengilliklarim bor. Faqatgina video emas, xullas boshqa narsalar ham. Xullas 1 million bo'lganimizda ko'rasizlar. Shuning uchun albatta obuna bo'lib qo'yinglar, chunki bizning maqsadimiz 1 million. Va bo'lmasam video boshlandi. Birinchi raund. Bo'lmasam challenge-imizni boshlab olamiz va boshlashga biz men qo'limdagi stakandan birinchi raund uchun biz nima yeyishimizni tanlab olamiz. Videoni xuddi shu paytda sizlar olishingiz mumkin. Nimaga bu bunaqa xira va g'alati? Chunki videoni xuddi shu paytda bizning kadrimiz mana shunaqa ko'rinib qolgan va biz buni dash bilmaganmiz, chunki so'mka uchish chiqqanmiz va kadrimiz shtativda turgan va biz buni ko'rmaganmiz, shu fokus yo'qligini. Lekin o'ylashim bo'yicha mana sodiq obunachalarim bunga e'tibor qilmaydi va davlat bu joyni sizlar bilan xira joyini ko'rib tushunishga qiynalganlardan ko'ra o'zim e'tibor qoling. Xullas biz birinchi raundda qanaqa narsa tushishini tanlab oldik va bu birinchi raund uchun bizga qulupnay tushdi.